25 ming to'lov qilmaganligim uchun, menda o'sha mablag' yo'qligi uchun bolamga muolaja ham qilinmadi, qaramadi ham. Hattoki Yusuf degan bola shu farzandimning sog'lig'ini tiklashga yo'l qo'ymadi. O'sha 25 ming to'lov qilasan, bu prezidentning qarori deb oyoq tirab turib oldi. Juda ham bir qo'pol muomalada bo'ldi. Bepisandlik bilan qaraldi, farzandimga e'tibor qilishmadi. Bundan so'ng menga bu yoqdan chiq, bepul joyga bor, ana oilaviy poliklinikada bepul joy qilib qo'ygan, o'sha yerda olib kelingdi deb menga yo'l ko'rsatishdi o'zlaricha. Keyin men shu mablag'im yo'qligi sababli farzandimni olib oilaviy poliklinikaga olib o'tib muolajasini davom ettirdik va qolaversa qaytib kelganimizdan so'ng farzandimning sog'lig'i kechagidanda yomonlashgan sababli 7-sentyabr kuni ayolim olib bordi oilaviy poliklinikaga. Oilaviy poliklinikada bilmadim, bilim yetishmadimi yoki malakasizlikmi yoki be'tiborlikmi, farzandimning qo'llarini teshib tashlagan. Hattoki mayli shuncha teshgani bilan mana shu dorini quymagan. Quymasdan quya olmadik, qila olmadik deb tayyorlangan tayyor dorini qaytarib qo'liga ushlatib ayolimdan berib yuboribdi. Men hozir o'sha qaytarib yuborgan dorilarning videolarini ham qo'yaman. Qolaversa mana shu farzandimning qo'l oyoqlarini ko'rsataman. Shu o'zlaring bir xulosa qilasizlar.